Birodar biling, sizni Alloh bir musibatga solib qo'ygan bo'lsa, siz ya Robbiy deb nidoni qilavering, siz yo'qotgan narsadan afzalrog'ini Alloh beradi. Mana musibatdan kirib Alloh deb Allohga yopishib chiqqanlar buni aytsin. Kecha bitta mashinamiz bor edi, Alloh musibat berdi, u mashina ketdi. Biz Allohga yopishdik, ibodat qildik, ya Robbiy deb chin dildan so'radik, Alloh bizga 5 talab mashina berdi. Bilganlar buni aytdi. Malik ibn Dinorning 2 yoshli qizlari vafot etdi. Vafot etgandan keyin men deydilar, qizimni sog'inchidan bu musibatdan o'zimni ko'tara olmayapman. Bir kun tush ko'rdim. Tushimda vafot etyapman, hisob kitobga boryapmiz. Orqamda bir katta ilon, nafas olsa nafasidan issiqlik va olov purkaydi. Tishlari marjonday oppoq, bir yutishda yamlama insonni yutaman deydi. Orqamdan quvlab kelyapti. Men yuguryapman endi, qochyapman ilondan. Ancha joyga qochganimdan keyin hali uzoqda ilon meni orqamdan kelyapti. Qarigina chol turibdi. Men aytdimki, otaxon menga yordam bering, bir ilon kelyapti. Meni yeb qo'yadi. Siz yordam bering, bir yo'lini ayting deganda otaxonam aytdi, o'g'lim, men juda kuchsizman, men juda zaifman. U katta bahaybat ilonni changalidan seni qutqara olmayman, dedi. Men yana yugurdim bu tomonda jarlik. Yugurish, qochishning imkoni yo'q. Ilon menga yetyapti endi. Yetyapti. Bunaqasiga yugurdim deydi Malik ibn Dinor. Yugurdim. Tepalikka duch kelib qoldim. Tepalikning ustida qarasam uy turibdi. Uyning derazalaridan nurlar chiqyapti. O'sha uydagi biror bir odamdan panoh so'rayman endi, yordam ber deyman deb tepalikka chiqyapman. Ilon yetyapti menga. Hatto unining nafasining issiqligi menga yetyapti. Bir yutishda yamlamay yutaman deydi. Zo'rg'a tepalikka chiqdim. Derazani taqillatyapman endi. Deraza ichidan o'sha 2 yasharli qizim ko'rindi deydi. Va men uyga kirib oldim. Meni qizim uyga kiritdi. Va so'radim, sen bu yerda nima qilyapsan? Qizim aytdi, otajon biz shu yerda yashaymiz. Ya'ni mu'mina insonlarning farzandlari balog'atga yetguncha vafot etsalar, Alloh taolo mana shunday chiroyli joy va nurli uyda yashashligini Alloh taqdir qiladi. Xo'p, qizim